Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Babkrat. Ko'rib turganingizdek biz Lot MC'da o'ynaymiz. Mana olg'a. Men shunday kirib turib, alga o'sasizlar. Men shunday o'ynayman. Stream uz ham shunda o'ynaydi. Stream uz kimligini bilasizlar, chunki mendan mashhur odam, o'ta mashhur odam. Bitta shorts bilan 1000 obunachi chiqib tashlagan odam. Hozirda 30 mingdan 40 mingdan oshiq obunachisi bo'lsa kerak. Anchadan beri kanalni obunachisiga qiziqmayapman, videolariga ko'ryapman Lot MC haqida. Shundan bilib olib, sizlarga ham ko'rsatmoqchiman men. Pulimni, barcha narsalar. Ko'rib turganingizdek, menda 1 milliondan oshiq pul bor. Meni ba'zan. Hozir men buni sotaman auksionga. Ko'ryapsizlar, 1 million 800 mingdan oshiqda. Ne qilib men hamma narsani yuklab olganman. Shunaqa qilib tezda qilib tashlayman. Narxlar 120 ming, 300 ming, 20 ming, 1 million, 30 ming. Biz o'rtacha narxda 40 mingga sotamiz. Aksiya 40 ga. Va buni ham 30 ga kamlik qiladi. 50 gadan sotamiz. Hozir birozdan keyin oladi. Aytmas shunday qiladi. Qandaysizlar, yaxshimisizlar? Nima gap? Toshkent. Orqamdagi yarashdim qarang. Orqamdagini o'zim qildim-da, o'zim yasab. Haligi nima qilib, shunaqa qilib, xullas shunaqa. Hozir ko'rinmaslik davrini bilan sotamiz biz. Bu kerak emas, bu sandiqqa solib qo'yamiz. To'xtaydi olamiz. Ne qo'ysak, sotish oson bo'ladi. Hozir bizga qanot kerak. Biz qanotlarni ko'chirimiz kerak. Arzon narxdagilarni. 500 ming. 1,5 million. Amerika qimmatda olishadi. 499 ming. Agar shuni olsak, biz buni sotamiz qimmatroqqa. 700 ga sotamiz. Bitta ikkita bu 7 ekan. Bularni ham sotamiz. Men ko'pincha 40 gadan sotaman. Yo'q, 60 ga. Auksion surib turadi bu.